har bitta musulmonga mana shu video borib yetishligini xohlagan bo'lardim. Chunki insonni tanasi sog'lom bo'lishligi va rizqi barakali bo'lishligini eng asosiy sabablari bor. Eng asosiy sabablari e'tibor berasiz. Agar mana shu narsadan bahramand bo'ladigan bo'lsa, insonning tanasi ham sog'lom bo'ladi va rizqiga Alloh taolo baraka beradi, qalbi xotirjam bo'ladi. Agar buni qilmaydigan bo'lsa, mana shu narsadan bahramand bo'lmas ekan, bularning aksi bo'ladi. Sahar turishlik, bomdod paytida sahar chog'larda turishlikning foydasi. Birinchidan Alloh taoloning muhofazasida bo'ladi. Ikkinchidan tanasi sog'lom bo'ladi. Uchinchidan Alloh taolo rizqiga baraka beradi. Har bitta aytgan gapimi o'zini dalili bor shariatimizda. Bomdod paytida shunday shaboda esadiki, buni ko'pchilik bomdod paytida turganlar biladi. Shunday shaboda esadiki, mana shu shabodadan kim bahramand bo'ladigan bo'lsa, Alloh taolo uni tanasidagi dardlarga shifo beradi va tanasini sog'lom qiladi. Va Alloh taolo sahar chog'larda qilinadigan istig'forlarni aynan Alloh taolo Qur'onda zikr qilingan. Va payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bomdoddan keyin uxlamaslikni tavsiya qilganlar. Endi karohiyati haqida gaplashadigan bo'lsak, kimki mana shu bomdod paytida uxlab yotadigan bo'lsa, birinchidan Alloh taoloning muhofazasidan chiqib qoladi. Ikkinchidan qalbida qandaydir o'sha kuni, shu uxlab qolgan kuni qalbida og'irlik bilan yuradi. Bu narsani sezadi albatta, og'irlik bilan yuradi. Qalbi xotirjam bo'lib yurmaydi. Uchinchidan rizqiga ta'sir qiladi. Va ko'pchilik bu odamning gapiga e'tiborsiz bo'ladi. Bunga e'tibor beringlar. Ko'pchilikka tarqatib qo'yinglar. Har bitta gapirgan gapimiz inshaalloh shariat nuqtai nazaridan gapirildi. Kim mana shu gapimizga raddiya bera oladi? Aytingchi, kim? Biz yaxshilikka da'vat qildik, yaxshilikka chaqirdik. Assalomu alaykum.